Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosuning tor televiziyasi. Növətdə muş bir hafta jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchiman. Men Gulchehra. 26 iyul kuni Amerikadagi ta'siri zo'r 6 nafar senator Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoga imzoliq maktub yo'llab, Erkin Asiya radiosida xizmat qilayotgan Uyg'ur jurnalistlarni qo'g'dashni talab qildi. Maktubda Erkin Asiya radiosining Amerikadagi chet ellarga qarata xabar beradigan muhim taratquning biri ekanligini, Amerika hukumatining boshqa bir davlatning uchiga chiqqan vositalarni qo'llanib Amerikadagi Uyg'ur jurnalistlarga tahdid silishiga va ularning bevosita urug' tuqqanlarini tutqun qilishiga qarab tursa bo'lmaydiganligini alayida ta'kidladi. Maktubda yana Pompeoning yuqori darajalik bir diplomat bo'lish sifati bilan Xitoyga bu masalaning Amerika hukumati jiddiy ko'ngil bo'layotgan va oldingi o'ringa qo'yayotgan bir masala ekanligini aniq bildirib qo'yishni talab qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi uyushtirgan tunji navbatlik diniy erkinlikni ilgari surish yig'ini 26 iyul kechqurun Amerika poytaxti Washingtondagi Yahudi qatliami muzeyida xulosalandi. Xulosa yig'inida muhim so'z qilgan Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Nikki Haley xonim Xitoyning Uyg'urlarni nishon qilayotgan bostirish siyosatlarini qattiq aybladi. U insonlarning diniy erkinlik huquqini rad qilish eng tipik istibdodlikdir dedi. Hamda Xitoyning Uyg'ur diyoridagi lagerlarni darhol taqishni talab qildi. Nikki Haley xonim diniy erkinlik yig'inida Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'dan keyin Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan bostirish siyosatlarini ayblagan Amerikaning yana bir nafar yuqori darajalik amaldoridir. Muxbirimizning lagerlar haqida Kucha noyisidan ahvol egallashi davomida Kuchaning Xonqitam yezisida 5000 dak kishining yig'ilish lagerda so'loqliq ekanligi, ulardan hozirgacha birsiningmi qo'yib berilmaganligi oshkorlandi. Xonqitam yeziliq soqchixonasining bir xodimi Xonqitam yezisida lagerga odam opirishning bir oydan buyon to'xtaganligini, ammo lagerga elib ketilgan 5000 kishidan texi birsiningmi qo'yib etilmaganligini bildirdi. Kucha noyasi Tarim o'ymonligining shimoliy qismidagi strategik o'rni muhim, aholisi zich, Uyg'ur madaniyati cho'nqur yiltiz tatgan bir bo'stonlik bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni nishon qilgan taqib siyosati eng qattiq yurgizilayotgan noyalarning biri hisoblanadi. Xitoy hukumat taratqullarining bildirishicha, Xitoy hukumati bu yil Xitoydan haj tavobiti uchun Saudiya Arabistonga boradigan musulmonlarga alayda loyihalangan iz qo'g'lig'ish asvobi esib qo'ydi ekan. Ikkilik kod chaplangan bu asvobga haj qilg'uchining rasmi va boshqa tafsiliy uchurlar kirgizilgan ekan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, bu yillik haj tavobiti uchun Xitoydan Makkaga boradigan 3300 hojiga mushxildagi asvob esib qo'yilgan. Xitoy Islom jamiyati bu asvob hojilarimizning bexatarligi uchun esiladi deb tushuncha bergan bo'lsa-mu, ammo Andrian Zins qatorliq chet ellik mutaxassislar buni Xitoy hukumatining hatto hajga boradigan hojilardanmi xotirjam bo'lolmayotganligining bir ifodasi deb qaramoqda. 4 yildan beri Tayland turmusida tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlardan Bilalning 1 avgust kuni kasallik sababi bilan vafot bo'lganligi ilgari surildi. Bu xabar ijtimoiy taratqular orqali tarqalgandan keyin chet ellardagi Uyg'ur jamoatini cho'nqur qayg'uga cho'mdirdi. Ma'lum bo'lishicha, u 2014-yili Xitoydan qochib chiqib, Taylandga kirganda chegirdan qonunsiz kirgan degan jinoyat bilan qo'lga ilingan ekan. O'tgan yili Bilalning qon rakiga giribdor bo'lganligi aniqlangan hamda 24 yoshga kirgan bu Uyg'ur turmush sharoitida yetarli davolanishga erishamagan. Dünya Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan jiddiy bayonot e'lon qildi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar mahkamasini Sharqiy Janubiy Osiyo ellarida yillarcha tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlarini 3-bir davlatga o'rinlashtirish uchun kuch chiqarishga chaqirdi. Egalishimizcha, hozirgacha Taylandda tutib turilayotgan musofirlarning yana 61 nafari bor ekan.
27 iyul günü Amerika paytaxtı Washingtondaki George Washington Üniversitesi'de Uyghur ziyaliler encümeni içildi. Dünyanın her qaysı joylaridan kelgan Uyghur ziyalilarının baş qo'shishi bilan içilgan bu yig'inda Uyghur elidagi ig'ir vaziyat nuqtaliq muhokama qilindi. Muajiratdagi Uyg'urlarning navbatda qilishga tegishli xizmatlari va majburiyatlari haqida fikr takliflar o'tirg'a qo'yildi. Bu yig'inga Uyg'ur ziyolilaridan doktor Mamtimin A'la riyosatchilik qildi. Sharaf mehmoni sifatida yig'inga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy rahbari Robiya Qodir xonim so'z qilib, ziyolilarning navbatdagi favqulodda vaziyatda o'z rolini ijro qildirishi lozimligini ta'kidladi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.